Haligacha tushunib bo'lmaydigan eng qo'rqinchli va g'alati rasmlar. Videoni ko'rishdan oldin shu videoga albatta like bosib biting, biz esa boshladik. Birinchisi, Brown Leding 1936-yil Angliyadagi tarixiy saroyda suratga olingan. Zinadan tushayotgan ayol ko'rinishida shaffof ko'rinishdagi figura tasvirlangan va ko'p yillar odamlarni hayratga solib kelgan hamda qo'rqitayotgan arvoh rasmi deb hisoblanadi. Ikkinchisi, Cooper oilasi rasmi. 1936-yil oila shunchaki dasturxon qarshisida rasm tushishgan. Keyinchalik suratni o'zlari ko'rganda tepadan silib turgan shaffof arvoh sifat narsani ko'rishgan. Aytishlaricha, bu rasmga hech qanday izoh topa olmay qo'rqqandan shunchaki uydan ko'chib ketishgan. O'sha yillarda aholi ichida bu surat juda ham keng tarqalgan. Keyin esa olimlar bu rasmga hech qanday izoh topa olmagan, bu rasm haligacha sir saqlanmoqda. Uchinchisi, Coast of Frightening Jackson. 1919-yilda olingan bu surat eng qo'rqinchli voqealardan biriga aylangan. Bu suratda suratga olish jarayonida bir oy oldin halok bo'lgan harbiy uchuvchi tasvirlangan. Bu uchuvchining ismi Freddie Jackson bo'lgan. Haligacha bu rasm eng sirli va qo'rqinchli rasm bo'lib kelmoqda. Va bular mif yoki haqiqatligini siz bilsangiz, albatta izohlarni yozib keting va menga obuna bo'lishni unutmang.